Ko'rib turgan suratingizdagi bola bu men, Ilhom, ya'ni Shef Abu Zar. Oilada to'ng'ich farzand bo'lganim uchun oshpazlikka qiziqishim yoshligimdan boshlangan. Va shu katta qiziqishim meni 2012-yil turizm, ya'ni oshpazlik kollejiga yetakladi. Kollejda hozirdagi eng yaqin bo'lgan do'stim Fozilxonim Doniyor bilan tanishib, oshpazlik sir-sinoatlarini birgalikda o'rgana boshladik. Kollej davrlaridanoq oshpazlikka doir barcha sir-sinoatlarni puxta o'rganib, ilk ish faoliyatlarimizni ham mehmonxonada birgalikda boshladik. Hayotim davomida juda ham ko'p restoranlarda ishlab, tajriba va yaxshi do'stlar orttirdim. Kasbimda tez muvaffaqiyatga erishishimga sabab ustozlarim deb bilaman. Ular menga nafaqat oshpazlikni, balki hayotni ham o'rgatishgan va men hozirda ulardan juda ham minnatdorman. Restoranlarda oshpaz bo'lib ishlab yurgan davrlarimda faqatgina bir maqsadim bo'lardi. Mening o'zimning shaxsiy restoranim bo'ladi. Va bu maqsadlarim tomon qat'iy qadam qo'ya boshladim. Ota-onamning duosi va yaqinlarimning ko'magi bilan men o'z maqsadimga erishdim. Meni kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan barchangizga rahmat. Hech qachon orzu qilmang, maqsad qiling va bu maqsadingiz yo'lida sizni hech kim to'xtata olmasin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, meni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.